Sharof Muqimov va Nodirabegim Kenjayeva turmush qurmoqda degan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan edi. Bugun Sharof Muqimov va Nodirabegim Kenjayeva shu savollarga ochiq-oydin javob berdi. Istakan qo'shig'i bilan mashhur bo'lgan Nodirabegim to'ylardagi qo'pol harakatlari bilan ancha tanilgan. Aytishlaricha, u Sharof Muqimovning boshini aylantirib, unga turmushga chiqayotgan emish. Bugun biz Nodirabegimni intervyuga chaqirdik. Bu gaplar rostmi? Aniqlaymiz, tagiga yetamiz. Albatta, buning uchun Sharof Muqimov ham kerak bo'ladi. Demak, ularni birga chaqiramiz. Intervyuga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Internet tarmoqlarida kim nima xohlasa gapiryapti, lekin o'sha narsaga xalqimiz ishonib qolyapti. O'zimni qaynakam bor, o'sha ham 1-2 marta jo'natdi Nodirani rasmini. Jo'ra deymiz, o'rtoq deymiz, biz do'stmiz-da. Do'st tinchlik ish qilib deb qo'yaman. Hammasi yaxshi. Rahmat deb qo'yaman. Endi hamma narsaga ishonaverish bu noto'g'ri. Lekin men mana Nodira bilan birgalikda o'sha duet qo'shiq aytdik. Mana ko'rdinglar, ijtimoiy tarmoqdagi gaplar hammasi ham to'g'ri chiqavermaydi. Shu videoga like bosing, kommentariyada izohlaringizni qoldiring.